Bugun reels videolarni ko'rayotgan bolalarni shuning uchun zehni past. Nimaga? Miya behuda narsaga to'ladi. Behuda narsaga to'lib qoladi. O'shaning o'rniga boshqa foydali narsani o'qisa, miya juda katta ob'yomni ko'taradi, to'g'ri. Lekin miya siz xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham orqa onga depo qiladi, ya'ni zaxira yig'adi. O'sha zaxira sizga kerak bo'lgan paytida o'zi chiqib keladi, siz xohlamasangiz ham. Reklamalar shunga urg'udi. Masalan, Coca-Cola. Qayoqqa borsangiz Coca-Cola o'zini reklama qilishga muhtojmi deb o'ylaysiz? Mantiqan qarasiz, muhtoj emas. Hamma ichyapti. Nimaga to'xtamasdan reklama qiladi? O'zlari ham statistika e'lon qilgan. Topgan daromadini 20% ni reklamaga sarflaydi. 20% katta pul. Nimaga desa, bizni orqa ongimizga o'sha behuda narsani to'ldirib qo'yish. Chanqagan paytimizda birinchi qaror ko'p masalalarni hal qiladi. Cola deysiz, olasiz, ichib qo'yasiz, noto'g'ri qildim deysiz. Yana chanqaganda yana cola deydi, qaror qabul qilib ketaverasiz.